Sizlar uchun Leapmotor C10 avtomobilini arzonchiroq variantidan topib qo'ydim. Bu liderlik eng full pozitsiyasi hisoblanadi. Bu o'zimizning Xitoyda test drive'da yurgan avtomobil hisoblanadi. Juda yomon bo'lib ketmagan, klient haydab yomon qilib tashlamagan buni. Keyin buni 17,000 km probegi bor. Narxini videoni oxirida aytib o'taman. Salon qismini ham ko'rishingiz mumkin, tiniq holatda turibdi. Ko'jalari ham urinib qolmagan va ko'zuplarini ham o'zingiz kelib bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari sizga bonus tariqasida polirovka xizmatini ham taklif qilamiz. Bagaj qismini ko'rishingiz mumkin, elektroprivod orqali ochiladi va yopiladi. Agarda ushbu orqa sideniyalarni yotqizadigan bo'lsak, yana ham katta hajmga ega bo'ladi. Biz bu probegli avtomobilimizga naqd 1 yil garantiyasini ham qo'shib beramiz. Ushbu avtomobilimiz gibrid hisoblanadi, 210 taligi. Ko'rishingiz mumkin, bu bizning o'zimizning ofitsialniy servisimiz hisoblanadi. Sizlar servis xizmatlaridan tashqari xuddi shunaqa aksessuarlarimizni ham xarid qilsanglar bo'ladi. Bular 3 qatorli poliklarimiz, elektronniy ruchkalar, elektronniy poroglar, motor va batareyka zashtkalarni, kapot uchun bagajlarni ham xarid qilsanglar bo'ladi. Bularning hammasining narxini men istoriyaga qo'yib qo'yaman. Bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Hamma kutgan joyi ushbu avtomobilimizning narxi $26,500 belgilangan. Agarda sizga ushbu avtomobilimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, Sergelidagi filialimizda turibdi, kelib ko'rib o'zingiz bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Sizni Leapmotor avtosalonida kutib qolamiz.